Bunaqa bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q, soyasida ham sal Bo'ldi. mazza qilasiz. Bo'ldi, aka. Tak gilos navlarini tanlaymiz. Meni tavsiyam 2 xil kamida nav ekishimiz kerak sizlarga. Ertakroq bo'ladi va kechkiroq bo'ladi. Sweet Ariana degan nav bor. Shuni eksak bo'ladi. Lapins bor, Skina bor. Mana shu 3 ta. Men sizga o'zim ro'yxat yozib beraman. Bu yerda 5-6 ta nav bo'ladi. Keyin siz ko'chatchilar bilan gaplashasizda, men buni beraman sizga ma'lumotlarni. Mansur, mana bu nav bor ekan, bu yo'q ekan desangiz, variant ko'p bo'lsa tanlash oson bo'ladi. Endi hozir ekmasligingiz, menimcha ekmasangiz kerak. Kuzga eksangiz yaxshi bo'ladi. O'sha kuzga o'zi mo'ljallanadi. Chunki bu yerda hali tozalab, yer tayyorlash bor. Keyin navlar qolmadi, yaxshi navlar qolmadi. Hozir hammaga shu tavsiyani beryapman, boqmoqchi bo'lganlarga, o'sha kech bo'ldi endi. Shunaqa. Yomon narsa ekib qo'yasiz. Keyin bu yerda nechiga sxemada ekilar? Или uni aytaman. Qarang aka, katta bog'larda gilos 5 ga 3 ekiladi. Qator orasi 5 metr, ko'chat orasi 3, daraxt orasi 3 metr bo'ladi. Lekin u yerda traktor yurishini hisobga ularda hisob olinadi. Lekin sizda qiyali bu yerda aniq traktor bu yurmaydi. Qo'lda ishlov berasiz, bersangiz ham. Shuning uchun 5 ni qisqartirsa bo'ladi. Ikkita variant bor bizda. Yo 4 ga 3, yo 3 ga 3. 3 ga 3 qanaqa bo'ladi? 4 ga 3 qilganingizda qator bo'ylab ekilaveradi. 3 ga 3 qilganingizda shaxmat bo'ladi. 1, 2 mana bunaqa tushadi. Giloslarning bo'yini past ushlaymiz, kichkinaroq qilib ushab turamiz. Ya'ni shakl berish usullari bor. Buni o'rgatib turaman o'zim. Bunaqa katta qilib o'stirib yormaymiz. Mana bunaqa baland bo'lib ketmaydi.